Mana o'zi test qilish jarayoni, stиральный mashinka avtomat test qilishni o'rgataman. Отжим knopkasi и temperatura knopkasini bosamiz. Yoqish knopkasi. Mana shunaqa holat bo'ladi. Bunda biz hamma narsasini tekshirish mumkin. Motorini, tentini, suv olishi, suv to'kish hamma narsa. Agar qaysidir zapchasi ishlamasa, mana shu yerda ошибка ko'rsatadi. Bitta bosib tekshirasiz uni. Motor оборот oldi mana. Ishlayapti. Оборот 38, 39, 40. Оборотni ko'rsatyapti mana shu. Yana bitta bosasiz. Yana tezroq aylanadi. O'taydi. Yana bitta bosamiz. Yana bitta. Suv olishi. Mana ko'rsatadi, mana shu yerda suv oldi. Endi bu yoqda oldi. Yana bitta bosamiz. Yana bitta bosamiz. Baraban yana ishladi. Temperatura vody tekshiramiz. Katta suvni qo'ydi. Mana shunday qilib bilish mumkin-da, nima ishlayapti, nima ishlamayapti. Bu sharoitda bemalol qilsangiz bo'ladi. Bu stиральный hamma narsasi normal.